Germaniyada 60 kvadrat metr uy ijarasi oyiga 1400 yevro desam ishonasizlarmi? Qaysi shahar deb o'ylaysizlar? Albatta Myunxen. O'rtacha uy narxi 1372 yevro tashkil etadi. Bu yerda tilladan qilingan rakvina yoki unitazli yo'q. Oddiy uy tarakallar bilan. Frankfurtda esa 1185 yevro. 60 kvadrat metr uy uchun. Banklar yonida yashab, ularni mijozga aylanib qolganinglarni sezmay qolasizlar. Berlinda sal arzonroq, lekin haligacha qimmat. 1097 yevro. Kreativ, ozodlik, startaplar va oyning 20-sanasiga cho'ncha yili boshlab qolganini sezmay qolasizlar. Endi eng qiziqarlisi. Zaksenda 510 yevro. Haligacha 60 kvadrat metr uy uchun. Farqini sezyapsizlarmi? Deyarli 2 barobar arzon. Zaksen Anhaltda esa 480 yevro. Yashash uchun Germaniyaning eng arzon hududlaridan biri. Tyuringenda почти shu narx, 492 yevro. Xuddi o'sha kattalikdagi uy, xuddi o'sha Germaniya, lekin farqi 2, даже 3 barobar arzonroq. Gap katta qimmatroq ekanda emas. Gap shundaki, siz sentr shaharlarni tanlaysizmi yoki Germaniyaning kichkina shaharchalarini? Siz Germaniyaning qaysi hududda yoki shaharda yashashni tanlaysiz? Kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozinglar va obuna bo'linglar.